Amis to'g'ri ekan. Va Mation degan yozyapti. Labis kutumi tishigidan ham to'g'ri ekan deyapti. Barun sinfdoshdirikmisan? Qatta endi sinfdosh bo'lib, meni sinfdoshlarim hammasi sikkanda meni. Qaysi birisilar? O'zi ham men sinfdoshlarimni borimga qo'tag'ini ko'rmagunimcha kimligini eslay olmayman. 48 ta sinfdoshim bo'lsa hammasi sikkanda, qo'tag'ini ko'rmaguncha birontasini eslay olmayman men. Qo'tag'ini ko'rsam keyin sinfdoshligimni bilaman. Ungacha eslay olmayman. Meni sinfdosh qilmaylar. Hali qo'y bozorida bunday daqqasini ushlab ko'radi, shuni qilib ko'radi. Tur holatingni ko'ray. Ha, bo'pti, Mation, qo'taq. Chiqchi, men holatini ko'rsataman, qo'taq. Yoki idin nahvoy bo'lgan, men bunday qilib seni yozishdan ani o'qib qo'yay. Eng kutuni teshigi kattasi kimniki edi deyapti, 29.90. Meniki kutum varangga o'tib ketgan. Usramansam o'zi. Yo'q, o'g'il bolalardan. Yo'q, men o'zim haqimda gapiraman, xolos, erkaklar haqida gapira olmayman. Men kutum mana shunaqa o'siramansam chichib qo'yaman. O'shancha veshta pampers taqib yuraman. Amin boru. Anaqa nafas olayotgan. Kampirni nimasiga qiziqdilaring deyapti. Uni Siz nima batga o'qib berganingizni biling. 589 ta bekorchi. Uxlasam bo'lmaydimi kasofatlar? Nima o'tirishibsan batda admin? Kimga admin? Sizga admin beraymi? Begalaka admin kimni uchirib yuborasiz? Menimi? Bilmayman. Men oldin sizga ko'ray. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizga admin beraymi? Sinfdosh sikvordiz olmas, kim sinfdosh bo'lsa ham. Yo'q, men negativlar meni ana WhatsAppda tuqqan bolalarim, ular haydamang. Men onalariman. Onalari efir ochdi, mehr olishsin axir. Bularda emizib ulgurmaganman. Arqa WhatsApp silada berib tug'organman. Itti bolasidaqa ko'payib yotishibdi bular. Qaysi birini tarbiya qilganman? Kimga berayotgan bo'lganman? Bilmayman-ku. Hech bo'lmasa mana shu gaplar. Zo'ra. Shoshilinchda suskani ko'tiga tiqib qo'yganman, nima? Farq aka, bunaqa bo'yicha sizga yetishga hech kim to'g'ri kelmaydi. Seryoznada, bular qaysi birini eslayman? Otasini DNK qildirsam boru, qo'shnim sikkan deb qo'shnimni DNK qildirsam boru, O'zbekistondan kelib chiqadi-da, otasi shuncha DNK ham qildirmayman bularni. Ba'zilarini o'zi gemoroyim bor deb tualetga kirganimda tug'ilib kelgan bolalarim kirib yozib olishsa, mana shu onalarini shatda ko'rishmasa, qatta ko'rishadi. Negativchilar hammani onamman. Temachilar ham hammani onamman. Ke bitta ke bolajonlarim, o'ynanib ketaysanlardan, cho'chchag'i cho'michlarim. Aynanay. Qaranglar, qanaqa tivar onalaring bor, faxrlaninglar. Mana shuna onalaring borligidan. O'zim men qo'taq vaqtlarib efir ochuvdim. Mana ikkita jinni nimaga chiqib oldi? Sikmasa meni. Nimaga chiqib oldi? Bozorimga kasod qilib bu ikkita jinni tushunmayapman. O'zi yo'q bozorimga kasod qilib nimaga chiqib olishdi bular? Bittasi boraman u do'stlik sifatida, qo'l tegizmayman deb o'tiribdi. Ikkinchisi yana bir balo. Nimaga chiqdilaring? Men tushib ketdim bo'lmasa, men tushib ketdim. Bo'pti, mana ishlarga rivoj. Farq aka. Sizga nimaga admin kerak bo'ldi? Admin nimaga kerak edi sizga? Yo'q, endi kerak. Chamchasiga. Ijtimoiy emas. Albatta uchirmang, meni hammasi bular urg'aymog'im. Otasi notayin odamlar, meni bolalarim hammasi. Men g'irt jalab-ku. Ko'cha-kuydan o'tirib kelgan bolalarim hamma negativchilar. Tegmanglar ularga, men xafa bo'laman. Bo'pti. Alaykum salom. Va alaykum assalom. O'sha Men pastaman. Farq aka bir nimalar to'g'risida qo'shiq aytib bering endi aka. Bu Farruxda efir emas, meni efirim. Qo'shiqni men aytaman, raqsga men tushaman. Tushib ketib qoldik 600 tadan pastga. To'g'ri, singlim, zerikmadingizmi? Yo'q, nima zerikaman? Zerikadigan ish bo'lmayapti. Farruh, nima gap? Maza yaxshimi? Tinchmisiz? Qaysi efirlarda aylandingiz bugun? Yo'q, nariga efir o'shdimi?
Qo'shiq eshitmadinglarmi efirda diyor. Qari qo'shiq eshitamizmi? Bo'pti, Majnun to'ldi eshitmaymiz. Ko'taring. Ha, bo'pti. Ama kamerani ochmang, mani efirimda buslam kirib ketadi, kamerasini ochgan, ani bo'lib ketib qoladi. Kamerani ochmang iltimos. Ilohim zerikmay, zeriktirishmayapti. Sikishmayapti, mana shu xo'llamay tarishyapti. Nima gap diyor? Qo'shiq eshitmadinglarmi nari efirda? Yo'q, bu yerda bosdim, man kayfariyda efir dedim. Nima qilyapti qo'taq? Efirdami? Men o'z narigindan borib mazgisini sikaman qo'taqda. Bu opa endi to'xtab turing-da, telefon qilmay turing, gapimni gapirib olay. Ha. Men ham to'g'ri tushuntirdim, hozir sandiq, короче, matga chiqib gapirishayotganlar, короче, bir narsani yebdi dedim, короче. Bu opam mujida ishini qilyapti, короче dedim. Даже senga gapirtirmayapti dedim. Bo'ldi qil, temani to'xtatib, ertaga misol uchun gap tarqagandan keyin o'zi gaplashib oladi. Yo sen qilasan, yo u qiladi, WhatsAppdan qilib gaplashib olasan, gaping bo'lsa. Bugun gapingni qildim, ancha dedim. Ancha mujilardan ko'ra dedim, opa dedim, mujida ishini qilyapti dedim. Даже gapirtirmayapsan haqingda dedim. O'g'il bola bo'laylik dedim. Keyin u qalin nima keldi? Qodir aka keldi. Qodir aka kelib u ham tushuntirdi. Xohlasang bor dedi, borsang dedi, agar endi naryoqdan dalboylar yozyapti, короче, pastava qiladi, borma Murod, unaqa dedi. Oy, короче, Qodir aka kelib, dalboylar, короче, men Navazbirdan boraman agar dedi. Bir narsa qiladigan bo'lsa, so'zimni olib chiqib ketaman sani. 100% unaqa narsa emas. U bo'lib, короче, hamma to'g'ri tushuntirdi. Tek qo'ying, hozir o'zi bilan o'zi qo'ygan. Mayli, menga hech narsalar yo'qotdi. Men ham hali ham ichyapman-ku. Endi siz ichyapsiz, siz ichyapsiz, gap so'zingizni o'zingiz bilyapsiz, nima deyotganingizni. Uniki, короче, sepa bo'shab, tilini sepa bo'shab ketibdi. Menga hech narsa kerak edi. Men atelepdan bugun mana shu uchun olish uchun qildim. Nari efir o'shdimi? Qo'shiqchilarda efir o'shdimi? Men chiqib ketdim to'g'risi. Hadi menga efiri ko'rinmayapti. Yopdimi kayfarik? It haromi yopdingmi? Qayerda turibsan? Haromi ke efirimga. It. Qanisan qanchiq ke efirimga. Iplosma sen bir to'pda emas ekansan, dalbayob. Sen tortaydisan. Men o'zim aytdim to'xtaman. Ramini. Qayerda edi bu gandon? Tushuntirish kerak emas endi, ichildi, maza qilindi. Bu o'chiribdi-ku efirni bu gaday. Yo'q, o'chirgan yo'q, Qodir aka bilan gaplashib o'tirishibdi ular. O'chiribdi-da, mana men kirib kelyapman-ku. Yo'q-ku, efirda yo'q-da bu. Efirda 2 minutga chiqarim yatak. Qodir ham yo'q-da efirda. Qarang-chi telefoningizdan efirdamikan? Efirda yo'q-da bu. O'taq. Hozir men ko'raman-da, to'xtab turing-da. Ha, kiring, nari 2dan ko'ring-da. Sulton Muhammad Dima Bahodir Sardor, men efirdaman. Kayfarik yo'q. O'chirishibdi-da bo'lmasam. Efirda yo'q-da bu harom. 1 minut oldin, 2 minut oldin efir dedi. O'chiribdi-da. Kesaman, yaxshi gaplashaveraman, ichganni bilib turibman. Ichganda endi hamma har xil, endi kayf qiladi, hamma har xilda. Shuning uchun hech qachon kayf odamdan xafa bo'lmay Qodir bilan o'tiribdi gaplashib. Yo'q, men kirdim, yo'q ekan. Qodir